Qalay? Juda yaxshi. Rost, men muzika nozik tomonlarini tushunmayman-ku, lekin menga yoqdi. Keyin bir narsaga hayron bo'lib turibman. Nega kechqurunlar uyushtirasizlar konsert? Bu studentlar kafesi. Bu yerga faqat biz emas, boshqa vuzlarning studentlari ham kelishadi. Bir shanba kunlari yig'ilamiz. Bolalar hordiq chiqarib turishi ham kerak. Afsuski, ikkalamiz tansa tusha olmaymiz-da. Nimaga endi? Boshqalar ham bilishadi chalishni. Kechqurun kelmaysizmi? Albatta kelaman. Charchagandirsiz-a? Salgina. Juda ham ko'p ishlar ekansiz. Yo'q. Axir yarim kechagacha pianino chalsangiz. Nahot sizga ham eshitilsa? Yo'q. Tasodifan uyingiz oldidan o'tib qolganimda eshitaman. Tasodifan? Bilasizmi? Men haqiqiy pianist bo'la olmasligimni sezganimdan keyin hatto konservatoriyani ham tashlab ketmoqchi bo'ldim. Keyin bilsam, muzikasi yasholmas ekanman. Konsertmeyster bo'laman. Qo'shiqlar yozaman. Menimcha insonning nima bilan shug'ullanishi emas, balki o'z hayotida nimalar qilgani, odamlarga nima qoldirib ketgani muhim. Ha-ya, meni tabriklashingiz mumkin. Nima bilan? Kechadan boshlab men kichik ilmiy xodimman. Juda xursandman. Domlam tufayli bularning hammasi. Bilasizmi, yarim yil ichida ko'p yaxshiliklar qildilar menga.